Davlatimiz rahbarining soliq tizimiga qaratayotgan yuksak e'tibori bizga yanada samarali, adolatli va xalqparvar xizmat qilish uchun kuch va ilhom bag'ishlaydi. Transformatsiyani eng matematik modelini bilakon har bir soha bo'yicha kim? Soliqchi. Sizlar jazo etuvchi emas, ko'makchi, o'rgatuvchi, o'qituvchi. Каждая реформа – это уверенный шаг к новым вершинам развития. Каждое созданное условие – это возможность служить людям и приносить пользу обществу. Мы гордимся тем, что можем быть частью этих преобразований и с полной самоотдачей трудиться во имя процветания Родины и благополучия ее граждан. Yurtboshimiz tomonidan yaratilgan imkoniyatlar biz uchun katta ishonch va mas'uliyat. Bu ishonchni halol mehnatimiz va yuksak natijalarimiz bilan oqlashga doimo tayyormiz. Yurtimiz taraqqiyoti, xalqimiz farovonligi va davlatimiz ravnaqi yo'lidagi ezgu ishlaringiz bardavom bo'lsin. Biz siz bildirgan yuksak ishonchga munosib xizmat qilishda davom etamiz. Hurmatli prezidentimiz, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin.